islom tarixini inson o'qir ekan, odam xijolat bo'ladi o'qib aytib bergani ham. Eshituvchilar xijolat bo'ladimi, bo'lmaydimi o'zlari bilishadi-yu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga goho xalifa qilib qo'ylar ekanlar. Xalifa bo'lib tayin topganlar. Madinaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifalar yo'q bo'lganlarda Madinaga shunday bir xalifa tayin qilib ketilinadi biror. Abu Hurayra ham radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilib ko'p tayinlanganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Madinaga xalifa qilinganlarda فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيشق السوق ويقول طرقوا للأمير حتى ينظر الناس إليه. Bir bog' o'tinni olib yelkalariga ko'tarar ekanlarda, xalifa bo'lishlari bilan kibrlarni yo'qotib, bu xilofat amonatini o'tashlikda biror bir xiyonatga yo'l qo'yib qo'ymaydi deb, birinchi o'zlarini sindirib olar ekanlar qalblarini. Shunda bozorni, to'g'ri bozorga bir bog' o'tinni orqalariga ko'tarib, bozorning orasida odamlarni yorib kirib boshlab, yo'lda amirga bo'shatinglar, odamlar ko'rsin amirning ahvolini deb qo'yar ekanlar. Bir odam shunaqa aytishi mumkin, bu odam bir misol shunaqa riyo uchun qilar ekanda degan gap qalbidan o'tishi mumkin. Biroq boshqa odam qilsa, sahobalar haqida buni aytmaymiz. Men shu odamga aytamanki, keling siz ham bo'lsa, hali bir shaharning valisi emassiz, yo bir mahallaning kattasi emassiz, siz shu riyo uchun ham bo'lsa bir qilib ko'ring deyman. Riyo uchun bo'lsa ham bir qilib ko'rsinki shuni. Qila olmaydi uni.